quyosh nuridan va ayrim sabablarga ko'ra ayamni yuzlari judayam yomon ahvolga kelib qolganda man o'zim tanlab, ko'rib, ishlarini kuzatib, kosmetolog Shahzoda opamizga olib keldim ayamlarni va yuzlari shunaqangi zo'r bo'ldi. Ishoninglar, biz sizlarga dog' holatini qo'yamiz, bu posle holati, lekin aytyaptilarki, bu hali posle holat emas. 10 kundan keyin rezultatini yana ham ko'rasiz deyaptilar. Men tashqaridan kuzatib, quvonch hosil qilib aytolmayman, organizmga umuman zarari yo'q bo'lgan, eng yaxshi, eng sifatli, taraflama idealniy bo'lgan preparatlardan foydalandilar va shunaqa chiroyli holat yuzaga keltirdilar. Yuzlari nasakupkalarini to'ldirib, dog'larini ochartirib, keraksiz bo'lgan yuzdagi har xil problemalardan xalos qilib berdilar. O'zingiz ham fikringizni ayting. Shahzoda sinimizani sertifikatlari bor, hamma narsalari joy-joyida. Judayam yoqdi. Bilasizlarmi, boshida ko'rib o'tdinglar, yuzim judayam quyoshdan qora dog'lar bo'lib, ajinlarim, mamitlarim ariqchalar bo'lib ketgandi. Hozir men bilasizlar, yuzimni juda yaxshi ko'raman. O'zimga qaramay qoldim. Aynan oxirgi vaqtlar hozir kelib kayfiyatim judayam chiroyli ko'tarildi. Men sizga qilib o'tiraman, xursand bo'lib duo qiling sinimizani. Shunaqa sizlar ham kelinglar, yuzimda problema yo'q deb yurmanglar. Problemalarga olib kelib juda yomon holat yuzaga kelar ekan. Har taraflama professional, hammaga ham boravermaslik kerak. Professional, o'z ishining ustasi bo'lgan Shahzoda opamlarni tavsiya qilamiz. Judayam qo'llari gul. Ishoninglar, umuman ortmasdan qildilar-da. Jimgina maza qilib yotdilar. Nomer qoldiramiz. Pastdagi nomerlar orqali bog'lanib, bemalol kelishinglar mumkin. Chiroyli joyda chiroyli qilib qo'yadilar sizlarni. Xudo xolasa, barchalarni taklif qilamiz.